Faqat tarix sahifalarida qolgan shaxslarni emas, balki har bir zamonning yuragida yashovchi o'zining qarashlari, jasorati va ma'naviy kuchi bilan jamiyat yo'lini yoritib beradigan insonlarni davr qahramonlari deyish mumkin. Ular oddiy va samimiy odamlar. Har bir davr o'z qahramonini yaratadi. Sababi zamon ehtiyojlari insondan ma'lum bir fazilatlarni talab qiladi. Ba'zan bu bilim, ba'zan sabr, ba'zan esa haqiqatni ayta olish jasoratidir. Ra'no Rahimova bilan tanishganimizga mana 20 yildan oshiq vaqt bo'libdi. Hali esimda, endigina universitet tugatib, jurnalistik faoliyatimizni boshlagan paytlarimizda Jondorda o'sha material tayyorlash uchun borganimizda Ra'no opa o'sha paytda Jondor tumani hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari edilar-da. O'sha odatda biz jurnalistlar borgan paytda ko'pchilik rahbarlar intervyu berishdan qochardi o'sha paytda. Lekin Ra'no opa bevosita bu yerda rahbar, muxbir o'rtasidagi jarayon emas, balki bevosita ustoz shogird jarayonidagi hech sohaga yangi kirib kelayotgan kadrga imkon qadar tavsiyalarni berish maqsadida u kishidan ko'p narsani o'sha jarayonda o'rgangandik. Mana shundan buyon nafaqat tanishlik, qolaversa ustoz shogirdlik asosida birga ishlab kelyapmiz. Bugungi kunda ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchilik ma'muriyatida bo'lsam, Ra'no opa hozir Jondor tumanida faoliyat ko'rsatyaptilar. Bevosita ishimiz bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib kelyapti. Mana shu jarayonlarda ham Ra'no opani yangi qirralari ochilyapti. Masalan, o'sha paytlarda u kishini xotin-qizlar masalasidagi jonkuyarlikdan ko'rayotgan bo'lsak, bugungi kunda bevosita ma'naviyatimiz, davlat tiliga oid u kishini fidokorona faoliyatlarini ko'rishimiz mumkin. Davlat idoralarida davlat tilini ustuvorligini ta'minlash emas, balki mana shu hududlardagi o'sha yo'qolib ketayotgan so'zlarimizni qayta tiklash, o'zbek tilini bor chiroyi, jozibasini masalan aholiga ko'rsatish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda misolini biz o'sha so'nggi 4 yillik davomida chiqargan bir nechta kitoblar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ra'no opa bilan faoliyatimiz davomida u kishini nafaqat o'sha bilimdonligi, zukkorligi, mehnatkashligi, fidoyiligi, qolaversa shaxsiy jihatdan ham juda ham ibratli inson sifatida faoliyatlarni kuzatamiz. Mana shu faoliyatining qaysi sohasida bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha jamoadoshlari, o'sha maslahatchilar, kichik jamoamiz bor. Maslahatchilar jamoasining orasida o'zini faolligi bilan ajralib turadi yoki kamtarlik bilan ajralib turadi. O'zi yoshi katta inson sifatida yosh maslahatchilarga kerakli tavsiyalarni, takliflarini, faoliyatini rivojlantirish bo'yicha barcha maslahatu tavsiyalarni berib boradi. Bu borada hech qachon o'zini o'sha ayaydigan jihatlarni ko'rmaymiz. Faqatgina agarda davra bo'ladigan bo'lsa, davraning boshida, o'sha qatorimiz boshida, agarda o'ziga xos kichikroq karvoncha hisoblaydigan bo'lsak, karvonni doimo oldinda bo'lishni u kishi yaxshi ko'radi. Mana shu jihatlari ham bugungi kunda yosh maslahatchilarimiz yana o'z faoliyatini ustida chuqurroq izlanishlariga ham muhim omil bo'lyapti. Ra'no Rahimovani nafaqat o'sha kasbiy faoliyati, qolaversa u kishining shaxsiy ibratli jihatlarini inovatga olgan holda hech shubhasiz u kishini davr qahramoni ko'rsatuviga asosiy qahramon sifatida yoritishga tavsiya etgan bo'lardik. Ra'no Rahimova Jondor tumani hokimining ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi. U 1955-yil Buxoro viloyati Jondor tumanida tavallud topgan. Ra'no Rahimova 1977-yil Toshkent davlat universitetini tamomlagan. Ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi jurnalist. Ra'no Rahimova shu kunga qadar 1994-yilda O'zbekiston Respublikasi faxriy yorlig'ini qo'lga kiritgan bo'lsa, 2004-yil Do'stlik ordeni, shuningdek, Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Bundan tashqari bugungi kunga qadar turli lavozimlarda ishlab kelgan fidoyi inson hamdir. 2015-2019-yillarda Xalq deputatlari Jondor tuman kengashi deputati, 2004-2010-yillar Jondor tumani hokimi o'rinbosari, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi, Ma'naviyat targ'ibot markazi Jondor tuman bo'limi rahbarligida ham faoliyat ko'rsatgan. Jurnalist sifatida Ra'no opa Jondor tumani tashkil topganining 90 yilligiga bag'ishlab Ajdodlardan meros Jondor hamda Jondor geografik obyektlari kitoblari muallifidir. Ra'no Rahimova haqida haqiqatdan ham men o'quvchilik davrimdan bilaman, to'g'risi.
25-maktabda o'qiganimda Ra'no Rahimova qizlar bilan davra suhbatlari o'tkazishda borganlarida bu kishini har bir so'zlari tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, qolaversa har bir qizlarni qalbidan o'rin olgan, onasi sifatida o'rin olgan ayol sifatida meni ko'z oldimda gavdalangan inson. Man havas qilganman mana shu Ra'no Rahimova kabi xalqimga, yurtimga xizmat qilaman deb o'sha paytda havas qilganman. Mana shu kishini izlaridan kelib mana shu Jondor tumanida xizmat qilishda charchamayapman, chunki bu kishini har bir o'rgatgan o'gitlari ustoz sifatida mani bugungi ish faoliyatimda, hayotimda yordam berib kelyapti. Qolaversa Ra'no Rahimova mana shu Jondorni qaysi soha, qaysi jabha bo'lishidan qat'iy nazar har bir narsasini biladigan, sir asrorini judayam chuqur biladigan haqiqiy fidoyi kasb egasida. Qolaversa qishloq xo'jalik sohasi deysizmi, pillachilik deysizmi, ta'lim sohasi deysizmi, tibbiyot sohasi deysizmi, barcha sohani ipidan ignasigacha biladigan inson. Qaysi sohadan so'ramasangiz o'sha sohada sizga o'rnak bo'lib o'rgata oladigan ustoz sifatida men bu kishini yaxshi bilaman. Ra'no Rahimovani nafaqat biz har bir sohada, qolaversa bu kishini jurnalistlik sohalarida ham qalamlari o'tkir ekanligini juda yaxshi bilamiz. Bu kishini ajdodlardan meros Jondor degan kitoblari bugungi kunda har bir o'quvchi, xonadon, ustozlar qo'lida o'qib o'rganilyapti. Sababi shu vaqtgacha Jondorni tarixi haqida hech kim deyarli to'liq ma'lumotga ega emasdikda. Bugun haqiqiy Jondorni farzandi sifatida qalam tebratib mana shunday kitobni yozganlari, bu har bir bolani, har bir oddiy bir fuqaro ham bu kitobni qo'liga olib mana shu kitob Jondor haqidagi bilimlarni, tarixini bilib o'rganyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsam, bu kishidan haliyam o'rganadigan jihatlari juda ko'p. Biz ko'p narsani haliyam bu kishidan o'rganyapmiz. O'rgansak arziydi. Tumanimizda Ra'no Rahimovaday inson borligidan biz judayam Jondorni farzandi sifatida, to'g'risini aytsam, faxrlanamiz. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni so'z bilan kurashayotgan, ilm bilan jamiyatni yuksaltirayotgan, halollik bilan boshqalarga namuna bo'layotgan inson Ra'no Rahimova. Ustozning ko'rinmas tuyg'ular uchun mehnat qilayotganini, ammo eng sharafli yo'lda faoliyat olib borayotgan fidoyiligini alohida e'tirof etsak arziydi. Davr qahramoni bo'lish uchun maxsus maktab shakllanmagan. Har bir inson o'z vijdoni, o'z mas'uliyati va o'z harakati bilan qahramonga aylanadi. Ularni biz ma'naviyat ustunlari deya ataymiz. Jamiyatni oldinga yetaklaydigan, kelajak avlodga yo'l ko'rsatadigan, eng muhimi inson qalbida umid uchqunini so'ndirmaydiganlar. Ra'no opa, shu inson tug'ilibdiki, u orzu qiladi, katta maqsadlar sari qadam tashlaydi. Aynan mana shunday yo'lda yoki bir kasbni egallashda kimdir yoki qaysidir omillar sabab bo'ladi. Keling dastlab o'z hayotingiz misolida, faoliyatingizga o'sha qadam tashlash paytida qanday jarayonlarni bosib o'tgansiz? Dastlab mana shu haqida suhbatlashsak. Rahmat. Savolingiz haqiqatdan ham odamni shu kasb tanlash yillarimga qaytardi meni. Endi bolalik paytida qaysidir doktorga havas qilasiz. Qaysidir o'qituvchi siz uchun bir ideal bo'lib qoladi, shunga havas qilasiz. Lekin bilasizmi, bizni bolalik yillarimiz endi o'sha paytlarda ittifoq davrida juda bir mana o'sha 60-70-yillarni oladigan bo'lsak, o'sha davrda endi urushdan tiklanish davrlari hali juda tiklanib zo'r bo'lib ketgan davrlar emas edi.
lekin o'sha paytda ham paxta siyosati degan narsa, biz u paytda bu paxta siyosat deb tushunmasdik. Bu shunchaki berilgan topshiriq, shuni hamma bajarish kerak degan nuqtai nazar bilan qarardikda, bolalarcha ko'z bilan. O'sha paytda har bitta qishloqda katta ana shu bir nimalar bo'lardi, binolar bo'lardi. Endi bizni qishloq tilida uni sayzxona derdikda. Mol qishda o'sha joyda qishda mollar boqilardi. O'sha paxta vaqtini oxirgi paytlarida o'sha joyda qishloqning aholisi ko'rak yulib kelib, ko'rakni chuvirdi. Ko'rak chuvib paxtasini topshirish vaqti bo'lardi. O'sha paytda bizni qishlog'imizda mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, yozuvchi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, u paytlarda u kishiga bu lavozimlar, unvonlar berilgan emas edi. Muzaffar Tursunov biz bilan qo'shni yashardilar, bizni qishlog'imizdan edilar. U kishi institutda o'qib, o'sha ko'rak chuvishga ota-onalarga yordam berishga kelardilar. Va u paytlarda televizor yo'q, gazetalar yo'q. Hamma kishi o'sha ko'rak chuviladigan xonada o'tirib, hamma haligi fonarlarda kelardi. Lampa fonarlar bo'lardi, fonus derdik. O'sha fonuslarga kelardi. U kishi ertaga aytib berardi. Ya'ni biz o'sha paytda ushuk derdik. Hammamiz o'sha kishiga qarab ko'rakni chuvardik. Xuddi hozir televizor yoki bir kino ko'rayotganday shu kishini ertaklarini, ushuklarini tinglardik. Men keyin shu bir havas qilardim-da. Men ham shu kishiday bo'lsam, hamma odamga ana shunaqa bir qaysidir narsalarni aytib, qiziqarli narsalarni, ertaklarini yo o'qigan bir kitoblarimni aytib berib, shunaqa bir tanilsam deb havas qilardim-da. U paytda u kishini Muzaffar akani masalan jurnalist bo'lishlari o'zlarining ham xayollariga kelmagandir. Student ekanlarda, bilsak u kishi Buxoroda nimada oliygohda o'qiydi degan gapni ota-onamiz aytardilar va ertak tugallanmay qolardi. Xuddi ming bir kechani eshitganday, ertasi kuni ham hamma oshiqardiki, borib o'sha yerga Muzaffar Tursunning ertaklarini, ushuklarini eshitib, hamma ko'rak chuvirdi. Men ilk bolaligimda juda xotiramda qolgan, shu kishiga havas qilganman. Keyinchalik o'sha jurnalist bo'lib ketdilar, gazetaga muharrir bo'ldilar. Men endi o'quvchi bo'lganman. Shu o'quvchiligimdan men ham keyin jurnalist bo'laman. Ana shu Muzaffar Tursunovga o'xshagan jurnalist bo'laman va yozgan narsalarim bilan o'rtoqlarim orasida shu maqtanib yuraman degan shunaqa bir bolalarga xos bo'lgan shunaqa bir qiziquvchanlik bo'lgan menda-da. İlk bolaligimni men o'sha kasbga havas qo'ygan yillarimni ana shunday xotirlayman. Orzu maqsadga erishish uchun kimdir uni nazorat qilish kerakmi yoki insonda xohish va iste'dod bo'lish kerakmi? Aynan o'zingiz misolingizda buni qanday izohlagan bo'lar edingiz? Men endi o'zimni hayotim misolida shunday izohlaymanki, faqat orzu maqsadni o'zi yetarli emas. Masalan, kattalar tomonidan qanaqadir nazorat, ayniqsa ota-ona tomonidan oila muhiti shunga bir nazoratga qaratilishi va shunga imkoniyatlar yaratib berilishi kerak. Men rahmatli otamni, onamni eslayman. Garchi ular o'z davrlariga nisbatan bir oddiy qishloq insonlari bo'lsalar ham, lekin juda ham kitobni yaxshi ko'rardilar. Mana rahmatli onamni bilaman, u kishi o'sha qishlog'imizda bir kasalxona bor edi, shu kasalxonada ishlardilar va Sharq yulduzi jurnallarini olib kelardilar. O'sha davrda ko'pgina kitoblar avval Sharq yulduzi jurnalida chop etilib, keyin kitob sifatida nashr qilingan. Shu biz har bir Sharq yulduzini sonini chiqishini orzu qilib kutardim menda. Shu onam olib kelardilar va bu badiiy kitobga bizani mana Sharq yulduzi orqali kirib kelganmiz. Bundan tashqari onam nihoyatda ertak kitoblarni ko'p bizga sotib olib berardilar va o'zlari oldin o'qib berardilar. Shu onamning ertaklarini eshitishni juda xohlardik. O'qib berardilar ko'pincha u kishida va biz ham shu kitoblarni qiziqib o'qirdik. Keyin darslarga qatnashishimizni ham onam shu dars qilishlarimizni ham onam ham dadam ham juda nazorat qilganlar-da. Shu albatta o'qisang bir narsaga erishasan. Agar yaxshi bilim olsang, sen bir narsaga erishasan degan gaplarni juda ham ko'p biz eshitganmiz-da. Birinchi navbatda mana kechqurun hamma ovqatlanib bo'lgandan keyin qani uy vazifasi berilganmi? Qani hamma uy vazifasini qilsin deb, shu uy vazifasini bajarishimizni qattiq nazoratga olganlar bizani hammamizni. Keyin uyimizda ko'pchilik biza mana 10 nafar farzandlari bo'lgan bo'lsa ota-onamni
Alloh rahmat qilsin, ikkalalarini ham akalarim bor edilar, akalarim o'tib ketdilar, ha endi ular ham bola chaqalik bo'lib, keyin qizlar ko'p bo'lganimiz uchun 5 nafar qizlar, onam qizlarni tarbiyasini alohida nazorat bilan qarardilar-da. Qizlardan bir gap chiqib qolmasin, mani yuzimni sala yerga qaratma degan gaplarni juda qattiq nazorat bilan aytib, kechqurun uydan chiqadigan bo'lsak, nazorat ostida qayerga ketyapmiz, kimning yoniga ketyapmiz, kim bilan dugona bo'lyapmiz. Mana shu narsalarni juda qattiq nazoratga olganlar. Menimcha, nafaqat orzu maqsadni bo'lgani, albatta ota-ona tomonidan ham imkoniyat yaratib, ham mana shunday nazoratni yo'lga qo'yilganligi shu maqsadlarga yetishishni yaqinlashtiradi va unga erishish uchun zamin bo'ladi. Albatta har bitta ota-ona farzandini yoshligidan nimaga iste'dodi borligini sezadi va shu iste'dodni qo'llab-quvvatlash uchun unga sharoit yaratib beradi. Menimcha, mani ota-onam ham xuddi shunday qilganlar deb o'ylayman. Aynan ko'rsatuvimizda sizni jurnalist sifatida ham yoki bo'lmasa jamiyatdagi bir faol inson sifatida ham e'tirof etdik va mana shu ko'rsatuvga tavsiya etishdi. Ijodkor sifatida ko'rsatuvimiz uchun nimani aytib bergan bo'lardingiz? Albatta bu ko'rsatuv ko'rib boraman. Mana ko'rsatuvni ko'p narsa beradi. Mana shu mehnat qilib elga tanilgan insonlarning hayoti har bir inson uchun ibrat hisoblanadi. Qolaversa, yoshlarimiz bundan katta saboq oladi. Ham bu tarbiya maktabi desak ham bo'ladi bu ko'rsatuvni nomini-da. Davr qahramonlari. Qahramonlar endi davr qahramonlari deganda albatta bir qaysidir jihati bilan bir fidoyilik qilgan insonlar nazarda tutiladi. Lekin mana shu qanday qilib fidoyilikka erishish mumkin yoki qanday qilib mehnatni samarasini ko'rish mumkin. Bu o'sha ko'rsatuv tomoshabin mana shu ayniqsa yoshlar albatta ibrat oladi deb o'ylayman. Bu ko'rsatuvni men qisqa qilib tom ma'noda ibrat maktabi deb aytsam ham bo'ladi. Ba'zan she'rlar mashq qilib turaman, to'rtliklar shunaqa narsalar. Mana men shu O'zbekistonimizni mustaqillikka erishgani, men ikki davrni ham taqqoslayman-da, mustaqillikdan oldingi og'ir yillarni, mustaqillik arafamizdagi og'ir yillarni va bugungi shu yashnayotgan O'zbekistonni ko'rib, shunaqa ba'zan o'zimni she'rlarimga yozib turaman-da. O'zbekiston jonim onam, savlatlaringdan aylanay. Nurga to'liq hurkoshonam, jannatlaringdan aylanay. Ming asrlik tarixlaring yuzin ochdi orolanib, dunyo e'zozida bo'lgan donishlaringdan aylanay. Rahmat ajoyib to'rtlik uchun. Siz ayni paytda Jondor tuman hokimining ma'naviyat hamda davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimida ham ishlayapsiz. Bevosita savolim aynan mana shu yo'nalish bilan bog'liq. Bugungi kunda davlat tilining jamiyatdagi o'rni haqida qanday fikrlarni bayon etgan bo'lardingiz? Albatta bugungi kunda davlat tilini nufuzini oshirish bo'yicha, uni jamiyatdagi mavqeini yuksaltirish bo'yicha dunyo miqyosida o'zbek tili bo'lgan davlat tilimizni obro'sini oshirish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa o'sha o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati bilan juda katta bir muhtaram yurtboshimiz tomonidan farmon qabul qilindi. Hamda mana o'zbek tilini qabul qilingan kunni o'zbek tili bayrami sifatida nishonlash bo'yicha davlatimizni qonuni ham qabul qilindi. Qolaversa, o'sha korxona va tashkilotlarda ish yuritish hujjatlarini lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida davlat tilida yuritilishini yo'lga qo'yish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining bir qator qarorlari qabul qilindiki, bu huquqiy me'yoriy hujjatlar bugungi kunda davlat tili sifatida o'zbek tilining nufuzini oshirib kelyapti.
qolaversa mana Jondor tumani miqyosida aytadigan bo'lsak, Jondor tumanidagi barcha korxona va tashkilotlarda bugungi kunda ish yuritish hujjatlari to'lig'incha davlat tili talablari asosida olib borilyapti. Bundan tashqari ilgari mana o'sha davlat tili haqida gapirgan paytimizda man yana o'sha bir necha yil oldinga nazar tashlaymanda, mana agar o'sha yig'ilishlarda o'sha chet tili, o'sha rus tilida gapiradigan bitta inson bo'lmasa ham, lekin albatta rus tilida gapirish kerak edi-da. Yoki bo'lmasa o'sha bir qishloq ayolini o'zi chorvachilik sohasida sog'uvchi bo'lib ishlaydi. Bir katta anjumanga olib borganmiz, unga so'z bermoqchilar, uni rus tilida gapirish kerak dedilar-da. Men hech esimdan chiqmaydi shu voqealarda. Mana endi biz juda ham xursandmizki, bugun shu davlat tili sifatida o'zbek tili nufuzi oshirib borayotganiga. Qolaversa o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha sessiyalarida yurtboshimiz tomonlaridan o'zbek tilida nutq qilishlarini o'zi bu juda ham bir katta o'sha dunyo miqyosida tilimizni mavqeini oshirib boryapti. Bu til millatni ko'rki, millatni yuzi hisoblanadi. Hamma tillarga ham davlat tili maqomi berilgan emas. Dunyoda ana masalan juda ko'p tillar mavjud, lekin 200 dangina ortiq davlatni tiliga davlat tili maqomi berilgan. Mana shu tillar orasida bizni o'zbek tilimizni ham borligi bu juda katta bizni tilimizni nufuzini va mavqeini ko'rsatib turibdi. Mana o'sha barcha korxona va tashkilotlarning nomlari, ularning peshlavhalari, ichki va tashqi yozuvlari to'lig'incha davlat tili talablari asosida yo'lga qo'ydik. Qolaversa mana o'sha 50 ta mahallani kirish-chiqish joylariga mahalla darvozalarini tashkil qilib, o'sha darvozalarning yozuvlarini ham biz to'lig'incha davlat tili talablari asosida tashkil qilganmiz. Qolaversa biz o'sha mana tashqi reklama vositalarini ham, tashqi yozuvlarni, o'sha nom lavhalarini, e'lonlarni, reklamalarni hammasini o'sha davlat tili to'g'risidagi qonun talablariga hamda reklama to'g'risidagi qonun talablari asosida bo'lishiga e'tiborni qaratganmiz. To'lig'incha mana shu reklamalarni xatlovdan o'tkazib chiqib, barcha tadbirkorlarimizga avvalambor biz mana shu ikkala qonunni talablari yozilgan ogohlantiruv xatlarini berib chiqdik. Ular bilan suhbat qilgan paytimizda nafaqat bu yerda o'sha reklamani davlat tiliga moslashtirish, balki o'sha davlat tiliga bo'lgan mehrni ham uyg'otishga alohida e'tiborni qaratdik. Mana o'sha tuman markazidagi barcha ko'chalardagi o'sha xizmat qilayotgan savdo, maishiy xizmat shahobchalarini hammasini yozuvlari, dorixonalar deymizmi, hammasini yozuvlari bugungi kunda o'sha davlat tili me'yorlari asosida yo'lga qo'yilgan. Qolaversa biz o'sha 138 ta qishloqning nom lavhalarini yozib chiqqanmiz. Ko'chalarni hammasini xatlovdan o'tkazdik. Dastlab 448 ta ko'chamiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha 448 ta ko'chaning ham ko'cha boshidagi o'sha ko'cha yozuvlarini ham davlat tili talablari asosida yozilishini yo'lga qo'yganmiz. Mana keyingi xatlovda tuman bo'yicha o'sha ko'chalarimiz 2197 tani tashkil qildi. Mana shu 2197 ta ko'chaga biz o'sha ko'chada yashaydigan aholini talablarini hisobga olgan holda hamda geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni talablarini hisobga olgan holda takroriy nomlar bo'lmasligiga hamda shaxs nomlari bo'lmasligiga hamda milliy mentalitetimizga zid bo'lgan nomlarni bo'lmasligiga e'tiborni qaratgan holda ana o'sha ko'chalarni hammasiga nomlarni berib, o'sha qonun talablari darajasida o'zimizni geografik obyektlarga nom berish masalalarini muvofiqlashtiruvchi tuman komissiyasiga ko'rib chiqdik va tegishli ravishda uni viloyat komissiyasiga hamda respublika toponomika komissiyasiga taqdim qilgan holda mana shu qonun talablari asosida barcha jarayonlar bajarilib, shu ko'chalarimiz bugungi kunda to'liq nomlandi hamda mana shu ko'chalarga bugungi kunda o'sha nom lavhalarini yozib qo'yish ishlarini olib boryapmiz. Rahmat. Aynan yoshlar orasida muloqot davomida sof o'zbek tilida
suhbatlashish uchun qanday targ'ibot tadbirlari amalga oshirilyapti? Bu bo'yicha ham biror yo'l xaritalari belgilab olinganmi? Albatta judayam o'rinli savol berdingiz. Bugun biz bitta shu savol o'ylantiradida, sof o'zbek tilida gapiryapmizmi? Nutqimiz sof o'zbek tilida bo'lyaptimi? Biz kichkina roliklar qilib ijtimoiy tarmoqlarga hamda o'zimizni mana Jondor axborot kanalimiz bor, shu kanalga hamda mana Jondor tuman ziyolilar kanali bor, ma'naviyat va ma'rifat kanalimiz bor, hamda o'sha mahalla kanallarimiz bor. Shu ijtimoiy tarmoqlarga ham sof o'zbek tilida gaplashyapmizmi deb roliklarni berib boryapmiz. Masalan, roliklarga nimalarni beryapmiz? Mana ko'pincha tilimizga kirib qolgan shu narsalarda remont so'zini ishlatamiz. Telefonni remont qilaylik deymizda, yoki bo'lmasa xolodilnikni remont qilaylik. Biz sof o'zbekcha gapiryapmizmi? Biz buni hozir tilimizda aytilayotgan nusxasini ham beryapmiz va sof o'zbekchada qanday aytilishi kerak bu? Mana shuni ham berib boryapmizda. Va bundan tashqari men o'zim sof o'zbek tilida gaplashyapmizmi degan shu bir maqolalar bilan ham ijtimoiy tarmoqlarga chiqib turibman. Haqiqatdan ham mana bir avtobusga chiqsangiz agar, shu avtobusda ko'pincha shunaqa nimalarni eshitasizda. Больницада to'xtating yoki bo'lmasa ana malochkaga to'xtating degan so'zlar ko'p ishlatiladi-da. Aksincha bularni o'zbekcha variantlari bor. Kasalxonani oldida to'xtating yoki bo'lmasa sut zavodini oldida to'xtating degan so'zlarni ishlatish mumkin. Ana yoshlar bilan uchrashuvlar ko'p olib boramiz. Ana tilimizni sofligi uchun yoki davlat tilini bag'ishlangan mana shu o'zbek tilini nufuzini oshirishga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy suhbatlar, uchrashuvlar ko'p olib boramiz va yoshlarimizni orasida mana shu sof o'zbek tilida gaplashilmayotganligini bir kichkina bir ular o'zlari tomonidan ijro qilingan sahna ko'rinishlarini namoyish etish orqali ham mana shu narsalarni tilimizni sof o'zbekcha bo'lishi uchun ana shunaqa targ'ibot tadbirlaridan foydalanyapmiz. Rahmat. Aynan aholi orasida o'sha til madaniyatini oshirish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz, soha xodimi hamda jurnalist sifatida? Haqiqatdan ham bugun o'sha tilimizni sofligi uchun kurashmoq kerakda. Mana bugun tilimizni, bu ona tilimiz bizni. Chunki tilimizga biz nisbat berganda ona tili deymiz. Vatanga nisbat berganda ham ona vatan deymiz. Ikkalasi teppa-teng turadi bu. Vatanni ravnaqi bu tilni ravnaqi. Til agar rivojlansa bu o'sha millatni rivojlanishi bilan bog'liqda. Til agar yo'qoladigan bo'lsa bu millat yo'qoladi degan gap bu-da. Shuning uchun biz butun mana o'sha xalqimiz mana shu tilimizni ravnaqi uchun mas'ul ekanligimizni birinchi mas'ullik tuyg'usi bo'lish kerak. Oilada bu narsa yo'lga qo'yilishi kerak. Mana bolalarimizni turli xorijiy tillarga o'qitishga bo'lgan ishtiyoqimiz zo'r. Bu yaxshi narsa. Mayli bolalarimiz ingliz tilini ham bilsin, boshqa tillarni ham, koreys tilini deymizmi, umuman chet tillarni, rus tillarini juda zo'r bilsin. Lekin o'zimizni o'zbek tilimizni ham juda yaxshi mukammal bilish kerak birinchi navbatda. Avvalo bu yer ota-ona mana shu narsaga mas'ul bo'lish kerak va shu tilni o'rgatganda o'zini ona tiliga bo'lgan muhabbatni ko'proq shakllantirish kerak. Birinchi navbatda o'zimizni o'zbek tilimiz bu onamizni allasi bilan bizni yuragimizga kirgan til hisoblanadi. Agar kelinki buni ona tili deyapmiz, biz bugun mana shu tilimizga turli tillarni qo'shib gapirishni, ruscha, o'zbekcha, inglizcha so'zlarni qo'shib gapirishni bu tilni vayron qilishga olib keladigan holat. Tilni kasal bo'lishga olib keladigan holat. Ko'pincha aytadilar-ku, masalan, ona tilimiz, onamiz kasal bo'lsa befarq qara olmaymiz. Bugun tilimiz turli boshqa chet so'zlar kirib kelib kasal holga kelyapti. Qaysidir so'zni o'rnini boshqa bir chet tili egallab olyapti. Bunga biz befarq qaramaylik. Bugun tilimiz, onamiz kasal bo'lganda e'tiborsiz qaramayapmizmi? Tilimizni ham mana shunday boshqa tillar bilan vayron bo'lishiga befarq qaramasligimiz kerak. Men ana shu narsani butun bir xalqimizdan so'rab qolgan bo'lar edim. Umuman olganda vatanparvar, ma'naviyati buyuk inson bo'lish uchun qanday yo'llarni bosib o'tish lozim sizningcha? Xulosa o'rnida nimalarni aytgan bo'lardingiz?
vatanparvar bo'lish uchun avvalo vatanni sevish kerak. Bu vatanni sevish degani bu balandparvoz so'z emas. Vatanparvar bo'lib, masalan, men vatanparvar bo'lib vatanimni himoya qilaman deb kelinki, birinchi navbatda bu vatanparvarlik, vatanni himoya qilish, bu chegara qo'shinlarida turib, haligi qurol bilan vatanni qo'riqlab turish, bu ham vatanparvarlik. Lekin bu faqat o'shalarning ishi deb qarab turish bu vatanparvarlik emas. Vatan haqida aytilayotgan bitta nojo'ya fikrga ham qarshi fikr bildirib, siz noto'g'ri aytyapsiz deyishni o'zi bu ham vatanparvarlik. Vatan qolaversa ostonadan boshlanadi. Nima uchun aytadilar? Mana shoirlarimiz aytadi. Vatan ostonang oldidagi maysadan boshlanadi. Agar sen o'sha maysani payhon qilsang, demak sen vatanga xiyonat qilyapsan. Vatan ostonang oldida gullab turgan daraxtdan boshlanadi. Sen shu daraxtni sindiryapsan yoki shuni qurib qolishiga sababchi bo'lyapsanmi? Demak, sen vatanga xiyonat qilyapsan. Mana men vatanparvarlikni ana shunday deb tushunaman-da. Yoki bo'lmasa, mana vatan obodligi, vatan ozodligi ostonadan boshlanadi degan gaplar behudaga aytilgan gaplar emas va bular mutlaqo balandparvoz gaplar emas. Vatan bizni uyimiz, vatan bizni ostonamiz. Mana shu uyda vatanparvarlik tarbiyasi bo'lishi kerak. Ota-onadan boshlab, kattalardan boshlab bolalar vatanparvarlikni otasidan, onasidan, opasidan, akasidan o'rganmoqi kerak-da. Shuning uchun hamma vatanparvar bo'lish kerak-da. Yana bir narsani aytkim keladiki, mana ba'zan mana ostonani oldiga yoki bo'lmasa ko'chani oldiga axlatni tashlab ketish ham bu ham bir vatanga xiyonat. Obodlikni buzding, ekologiyani buzding, tabiatni buzding. Tabiat bu ona tabiat. Demak, bu vatanning tabiati va ona tabiat deymiz, ona vatan deymiz. Befarqsanmi shunga? Demak, sen vatanga xiyonatkorsan. Shularni men aytmoqchi bo'laman ba'zan. Men uchrashgan paytimizda yoshlarimizga ham shu narsalarni ko'pincha aytaman-da. Aziz bolalarim, aziz qizlarim, aziz farzandlarim, befarq qaramang. Mana hozir bitta misol aytmoqchiman shu yerda. Buxoromiz keyingi paytda Buxoro shahrimiz shunday gullarga burkandi-da. Mana kuni kecha shunday bir o'tiribman, maysalarning ichida gullar o'sib yotdi. Yoshgina bola maysani ichidan o'tib ketyapti. Shunday to'xtatdim. Bolajonim, nima uchun maysani bosyapsan? Qara, qancha mehnat qilib qurdilar buni. Maysani bosma. Birinchidan bu uvol, ikkinchidan bu qurib qolsa, mana shu joy xunuk bo'lib qoladi. Demakki, ana shu vatanda o'sib turgan, vatanni tuprog'ida o'sib turgan har bir narsa biz uchun aziz. Uni qadrlamoq kerak. Uni qadrlashni o'rgansak, demak biz vatanni qadrlashni o'rgangan bo'lamiz. Umuman vatanparvarlik haqida buni juda ko'p aytish mumkin. Lekin bir so'z bilan aytganda, vatanparvar bo'lish uchun vatanni sevmoq kerak. Oddiy, ammo samimiy insonlar davrasida bo'lish, ular suhbatidan bahra olish kishini ma'naviyatga yetaklaydi. Ra'no Rahimova ham bugun oila a'zolari uchun eng qadrli va mehribon insondir.